Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz a'zolari. 2025-yil 14-mart va bugungi 4-laboyimizga ham chiroyli bo'lgan tunuka ashibkani qilib oldik. Labomizda hamma joylariga shu izolyatsiyalar qilingan, ichlaridan Penaplex pokaklar tiqilgan, tagiga mana shunaqa holatdagi ko'rib turibsizlar, rezinka tashlangan. Rezinkalar alohida ham sotiladi. Mana bu joylari Penaplex ham shumkasi ham bor, orqaga kuzov orqasiga sidinaning orqasiga so'xti birda ushlab turadi. Mana bu joy esa konteyner taxta pol qo'yilgan. Tormizda har qanaqa yuk nima tashsa ham yo uzun teraklarni yuklaganda shu narsa bukilib ketmaydi. Yuk bilan kelganda orqasida tirab turadi. Yana qo'shimchasiga rezinka shu holatda mana 20 sm uzun, bir yoni silliq, bir yoni tanga, qalinligi mana birlik bo'ladi. Ipi bor. Bu joylari ham 1,5 sm dan ichkariga qaytgan bo'ladi. Qo'lda ilmaydi shu holatda. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, like bosib, do'stlarga, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni ham bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat.